Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Duolarning ta'sirlari bayoni. Walil da'awati ta'thirun balighun va qad yanfihi ashabul zalali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Duolarning yetuk ta'siri bordir. Gohida adashganlar uni inkor qiladilar. Nazmiy bayoni. Duolarning yetuk ta'sirlari bor, adashganlargina qilarlar inkor. Matn sharhi. Duo lug'atda iltijo, o'tinch kabi ma'nolarni anglatadi. Istilohda esa banda o'zining faqirligini, hojatmandligini va muteligini hamma narsaga qodir bo'lgan Alloh taologa izhor qilib, manfaatlarni jalb qilishni va zararlarni daf qilishni so'rashi duo deb ataladi. Mo'min bandalarning qilgan duolarida o'zlariga ham, agar marhumlar haqlariga duo qilayotgan bo'lsalar, ularga ham manfaatlari yetadi. Duolarning ta'siri borligining adashgan kimsalargina inkor qiladilar. Matndagi zalolatdagilar degan so'zdan Mu'tazili toifasi ko'zda tutilgan. Chunki Mu'tazili toifasi bu masalada ham Ahli sunna val jamoa e'tiqodiga zid da'volarni qilgan. Duolarning ta'sirini inkor etadiganlar bir qancha dalillarni keltirishgan. Masalan, oyati karimalarda har bir insonga o'zi qilgandan boshqa narsa yo'qligi bayon qilingan. Astaizu billah va allaysa lil insani illa ma sa'a. Sadaqallohul azim. Insonga faqat o'zi qilgan harakatigina mansub bo'lur. Najm surasi 39-oyat. Boshqa bir oyatda esa kishi o'zining qilgan yaxshi ishlari tufayli mukofotga erishsa, yomon qilmishlari sababli jazolanishi bayon etilgan. Astaizu billah, laha ma kasabat va alayha maktasabat. Sadaqallohul azim. Uning kasb etgani yaxshiligi o'ziga va orttirgani yomonligi ham o'zigadir. Baqara surasi 286-oyat. Ushbu oyati karimalarda har bir kishining ko'radigan manfaatlari boshqalarning qilgan duo va xayrli ishlaridan emas, faqat o'zining qilgan ishlaridan bo'lishi bayon qilingan. Bu esa duolarning ta'siri yo'qligiga dalolat qiladi deyishgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.